Assalomu alaykum ahli YouTube, charchamayapsizlarmi? Tuzumsizlar. Xullas sizlarga yana bitta chiroyli maslahat bilan chiqyapman. Hop, gulilarga oziqa berib turibsizlarmi o'zi? Oziqa deganda xayolingizga nima keladi? O'zi nimani tushunasizlar oziqa deganda? Do'konlardan olasiz, "Mana oziqani bering, bu oziqani bering" deydi, tarkibida nima borligini bilmaysizlar. Hozir sizlarga oson, sodda, qisqacha qilib tushuntiraman. Tarkibida nima bo'lishi kerak? O'zi asosan umuman o'sha narsa ham oziqa bo'ladigan, gulga oziqa bo'ladigan dorilarning tarkibida bo'lishi kerak bo'lgan narsa bo'ladi. Xo'p, meni birinchi hayolim keladigan narsa bu oziqa deganda azot, fosfor, kaliy. Mana shu 3 ta narsa asosiy narsa, gullar uchun oziqani vobshe mo'jni beradigan narsa hisoblanadi. Oziqa uchun olayotgan dorilarning sostavida bo'lishi kerak. O'sha narsa gullarga yaxshigina oziqa beradi, o'sishini chiroyli qiladi, baylarini chiroyli qiladi, yangi baylar chiqartiradi, shoxlantiradi, xullas va hokazolar. Agar menga azot, fosfor, kaliyni o'zini olib qo'yaman desanglar, sizlarga zo'r maslahat beraman. Mana bu kristalon dori bo'ladi. Screenshot qilib olsanglar ham bo'ladi, rasmga olsanglar ham bo'ladi. Hop, buni tarkibida asosan azot, fosfor, kaliy bo'ladi va undan tashqari boshqa mineralli udobreniylar bo'ladi. Toza rossiyskiy yaxshisini olsanglar, xudo xolasa gullarga yaxshi effekt beradi. Jabimiz kristalon topa olmasanglar, MPK degan dorilar ham bor. Unda ham xuddi shunaqa sostav bo'ladi. Faqat firmasi boshqa, adashmasam 90% sostav bir xil bo'ladi. Shu narsani bilib olinglar o'rtoqlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan kommentariyani ayamay bosib tashlayveringlar. Nimaga desanglar, sizlar like bilan kommentariyani bossanglar, obuna bo'lsanglar, kommentariyada fikringizni yozsanglar, sizlar uchun arzimagan narsaga bosib tashlaysizlar bo'ldi. Bu men uchun motivatsiya bo'ladi. Video prosmotrlari oshib ketsa yoki layklarim soni oshib ketsa, men odamlar ko'rayotgan ekanda, yana sizlar uchun yangiliklar, zo'r narsalar chiqarishga harakat qilaman va chiqarib boraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'sha gap like bilan kommentariyani tik bosib tashlanglar. Gulga qiziqadigan tanishlarga yuborib qo'yinglar o'rtoqlar. Joninglar sog' bo'lsin.